Assalomu alaykum. Men ismim Doston, men Android dasturchiman va men loyihalar ustida ishlayman. Yaqinda Askmedi degan tibbiy startap qurdim. U ilova ko'rinishida va xotirda Play Marketda mavjud. Bu ilovada kasalliklarni qidirish, umumiy tibbiy ma'lumot olish va sun'iy intellektdan tibbiy maslahat olish mumkin. Va yana bir asosiy funksiyalardan biri bu dori ichishni eslatib turish. Foydalanuvchi o'zi ichadigan dorilar va qachon ichish kerakligini belgilaydi. Ilova o'z vaqtida eslatadi. Nega bu startapni yaratdim? Buni yaratishimdan maqsad ko'p odamlar dori ichishni unutib qo'yadi yoki sog'liq bo'yicha savol tug'ilganda ishonchsiz va noto'g'ri manbalarga duch keladi. Shu muammolarni hal qilish maqsadida men Askmedini yaratdim. Hoziroq Play Marketga kiring va ilovani yuklab, foydalanib ko'ring. Fikr mulohazalaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Sizning fikr mulohazalaringiz startap rivojida muhim rol o'ynaydi. Keyingi videolarda startapni qanday qurdim, qanday muammolarga duch keldim va qanday qilib ularni hal qildim, shular bo'yicha aytib beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.